Xitoyning yirik avtomobil ishlab chiqaruvchilaridan biri bo'lgan Changan brendi ko'p yillik tarixga ega. 17 yil davomida bor yo'g'i 1 million dona avtomobil ishlab chiqargan ushbu brend 2001-yilga kelib sotuv va ishlab chiqarish sonini 20 milliongacha ko'targan. Bugun Changanga tegishli bo'lgan subbrend Deepalning SL03 modeli haqida gaplashamiz. Sizlar bilan Mahmud Sobirov. Boshlaymiz. Bo'rtib turgan qirralar, hoshiyasiz oynalar albatta e'tiborni tortmasdan qolmaydi. Avtomobilning klirensi esa shahar sharoitiga ayni muddao. 19-o'lchamdagi diskalar, GT Control shinalari. Undan tashqari old va orqa tormozlari diskli. Orqa privodli bo'lgan SL03 gibrid tizimida harakatlanadi. Old tarafda o'rnatilgan 1,5 litrli benzinli dvigatel esa faqatgina generator sifatida xizmat qiladi. Avtomobilni harakatga 218 ta ot kuchiga ega bo'lgan orqada o'rnatilgan elektr dvigateli keltiradi. Yaqinda internet tarmoqlarida ba'zi bir reklama roliklarini ko'rdim. 1,5 litrli atmosferniy dvigatel, benzin tanlamaydi, sakson qo'yib yuraverasiz degan gaplarni eshitdim. O'rtoqlar, agarda siz zavod tarafdan tavsiya berilganidek 92 yoki undan yuqori benzinlarni qo'yib yursangiz, mashinada hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Lekin O'zbekistonda sotilayotgan sifati unchalik ham zo'r bo'lmagan 80-chi benzinlardan qo'yib yursangiz, sizni benzindan tejagan pulingizni 100 baravarini dvigatelni ta'mirlash uchun ishlatasiz. Bu narsa ham katta xarajat, ham ko'p vaqtni talab qiladi. Ana endi menga aytinglar, benzindan tejab qolgan pulinglar shu narsaga arziydimi? Menimcha yo'q. Deepal SL03 aralash siklda 100 kilometrga o'rtacha 4,4 litr yoqilg'i xarajat qiladi. Agarda siz faqatgina elektr quvvatidan foydalansangiz, sizni yoqilg'iga bo'lgan xarajatingiz ancha kamayib ketadi. Ushbu avtomobil faqatgina batareyani o'zida 200 kilometr masofani bosib o'tishi mumkin. Bu zavod tarafdan berilgan ko'rsatkichlar. Real hayotda bu taxminan 120-130 kilometr bo'lishi mumkin. Bu yerdagi batareyani hajmi esa 2608 kilovatt-soat. O'ylashim bo'yicha, avtomobilning komplektida chiqqan quvvatlash stansiyasini uyga o'rnatib qo'ysangiz, yoqilg'i uchun xarajatlaringiz ancha kamayib ketadi. 老天保佑，金山银山前路有。 Deepal SL03 ni test drive uchun Changan brendining O'zbekistondagi rasmiy dileri bo'lgan Rankin Motorsdagi do'stlarimizdan olib turdik. Aytgancha, ular aprel oyining oxirigacha ushbu avtomobilga foizsiz muddatli to'lovni yo'lga qo'yishgan. Batafsil ma'lumotni pastda yozib qoldiraman. Kimga bu mashina qiziq bo'lsa va yoqqan bo'lsa, bemalol ular bilan bog'lanib, o'zingizlarga qulay sharoitlarda avtomobillarni xarid qilishingiz mumkin. Podveska masalasida old tarafda McPherson, orqada esa ko'p tutqichli podveska o'rnatilgan. Shahar ko'chalarida 2 kundan beri eng notekis yo'llar, chuqurlarga tushib mashinani sinab ko'rdim. To'g'risini aytaman, mashinani podveskasi chuqurlarda juda ham yaxshi ishlab berdi. Bu meni shaxsiy tekshiruvimdan o'tgan narsa. Ba'zi bir mashinalarda orqada ko'p tutqichli podveska bo'lsa ham, chuqurlarda yaxshigina sezasiz. Bu mashinada ham kattaroq chuqurga tushganingizda shovqinni, ovozni eshitasiz. Agarda shovqin izolyatsiyasini sifati yaxshiroq bo'lganda, bu narsalarni sezmas edingiz. Shovqin izolyatsiyasiga 10 dan taxminan 7 ball qo'ysa bo'ladi. Ba'zi bir videolarda katta harflar bilan yozilgan sarlavhalarni ko'rdim. Malibu'ning qotili, 12 ovchisi, Gentra'ni jazmani, la. O'zinglarni bosib olinglar. Hozir Xitoydan kirib kelayotgan aksariyat mashinalar pulga yarasha yetarli darajada qulayliklarga ega va boshqa modellarni kamsitib, yerga urib, narxini tushirib, taqqoslab sotish keragi yo'q. Mana masalan, Deepal SL03 da o'zini puliga yarasha yetarli qulayliklar bor. Havoni nazorat qilish tizimi, adaptiv cruise control, head-up display, yo'l chiziqlarini ushlab ketish tizimi, ko'rinmas maydon datchiklari, yon ko'zgularni isitish tizimi, ruldagi elektr kuchaytirgich va shunga o'xshash juda ham ko'p qulayliklari bor. Umuman olganda, mashinani boshqaruvi va rekuperatsiyasi menga yoqdi. Birinchi o'rinda rekuperatsiya, mana misol uchun katta tezlikda ketayotganingizda ham gaz pedalini qo'yib yuborganingizda dvigatel mashinani tezroq to'xtatib berishga harakat qiladi va bu o'rinda batareyani quvvatlab boshlaydi. Shuning uchun gaz pedalini qo'yib yuborib, katta tezlikka tushirish uchun tormoz pedaliga yotib olish shart emas. Undan tashqari rul boshqaruvi anchagina yumshoq. To'g'ri, menga u yetarlicha yo'l haqida ma'lumot bermayapti, lekin rul boshqaruvi
qoniqarli darajada. Avtomobilimizning gabaritlarini his qilish oson. Men bu borada qiyinchilik sezmadim. O'ylashim bo'yicha yangi haydovchilar ham bu borada muammoga duch kelishmaydi. Obzornost, ya'ni haydovchini yo'lni ko'rishi menda hech qanaqa muammo tug'dirmadi. Hamma joy yaxshi ko'rinib turibdi. Ko'rinmas maydonlar deyarli yo'q. Agarda siz bu mashinani xarid qilsangiz va orqa tarafdan qaysidir maydon sizga yaxshi ko'rinmasa, ko'rinmas maydon datchiklari sizga yordam beradi. Tezlanishi va tortishi bo'yicha to'g'risi meni qoniqtirdi. Zavod tarafdan berilgan ko'rsatkichlarga qaraganda Deepal SL03 0 dan 100 gacha 705 soniyada tezlanar ekan. Afsuski Dragi uskunamiz bugun yo'q edi, shuning uchun ham shaxsan tekshirib ko'ra olmadik. Lekin tortishini shunday aytib o'taman, yaxshigina tortyapti. BYD avtomobillarining salonidagi markaziy displey gorizontal yoki vertikal holatga keladigan bo'lsa, Deepal SL03 ning monitori haydovchi yoki yo'lovchi tarafga qaray oladi. Bu narsani avtomatik tarzda yoki o'zingiz xohlagan tarafga qaratib qo'yishingiz mumkin. Teknologiya. Salon umuman olganda yoqimli. O'rtoqlar, salonni deyarli 70% ko'zam bilan qoplangan. Qattiq plastik bu yerda mavjud. Old panelning tepa qismi va eshik kartasining past qismida. Sifati bo'yicha ortiqcha shovqin yo'q, lekin qatlaridadir g'ichirlagan ovozlar chiqyapti. 10 balldan qo'rqmasdan 8 ball bersak bo'ladi. Deyarli barcha Xitoy avtomobillarida menga yoqmaydigan narsa markaziy konsolli tuzilishi. Uni sal kengroq ishlab qo'yishgani uchun ham bemalol oyog'ingizni ochib keta olmaysiz. Lekin bu narsa yo'lda ketayotganingizda tekis va sezgir o'tirishingizga yordam beradi. SL03 ning saloni minimalizm uslubida ishlangan. Markazda 14.6 dyuymli multimedia displeyi, 14 dyuymli uskunalar paneli va HDAP displeyi ham mavjud. Tepada bahaybat panorama, faqatgina pardasi yo'q ekan. Markaziy konsolda bo'lsa bir dona simsiz quvvatlash uchun joy, ikkita stakan qo'yish uchun joy va qo'l ostida kattagina bar o'rnatilgan. Asosiy boshqaruv funksiyalari barchasi displeyda. Tugmachalarni faqat eshik kartasi va rulda uchratishimiz mumkin. Aytgancha, selektor ham rulning orqasiga o'rnatilgan. Umumiy qilib mashinani baholasak, menga yoqqan narsa: o'rindiqlari qulay, boshqaruvi yoqdi, tezlanishi yaxshi, gabaritlarni yaxshi his qildim. Haydovchiga kerak bo'lgan qulayliklarni deyarli barchasi mavjud, faqatgina massajdan tashqari. Yoqmagan narsa: rul to'liq yo'l haqida ma'lumot bermadi. Endi balki men ko'p narsa xohlayotgan bo'lishim ham mumkin. Agarda oranglarda bu mashinani egasi bo'lsa, sizlar his qilgan kamchiliklarni ham yozib o'tinglar. Yana bir marta takrorlayman, markaziy konsolli kengligi oyog'imni bemalol ochib o'tirishga yo'l qo'ymayapti. Shunisi ham ozgina yoqmadi. Narxiga arziydimi degan savol berishadi. Endi bu narsani har bitta haydovchi individual darajada o'zi his qilib ko'rish kerak. Men misol uchun Xitoy ishlab chiqarayotgan mashinalarni 90-95% ni yoqtiraman. Chunki ular unchalik ham qimmat mashina bo'lmagan joyda ko'plab qulayliklarni berishadi. Shuning uchun ham men narxiga arziydi deb hisoblayman. Lekin yana bir marta takrorlayman, bu narsani har bitta haydovchi o'zi baholab ko'rish kerak. O'rtoqlar, bugun sizlarga Deepal SL03 haqida o'zim ko'rgan, bilgan va his qilgan narsalarimni iloji boricha to'liq gapirib berishga harakat qildim. Agarda sizlarga bu mashina bo'yicha qaysidir joyda ma'lumot yetishmagan bo'lsa, albatta izohlarda yozib ketinglar. Chunki keyingi safar test drive'ga olib chiqqan mashinalarimiz haqida aynan o'sha joylarni yaxshiroq o'rganib, to'liqroq ma'lumot to'plab sizlarga berishga harakat qilamiz. Mehnatimizni qo'llab-quvvatlash unchalik ham qiyin emas. Buning uchun shunchaki kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib ketsangiz bo'ldi. Aytgancha, o'tgan gal gapirganimdek, tez orada Xitoyga borib, yangi chiqayotgan mashinalarni sizlarga ko'rsatib beramiz. Shuning uchun ham bizani kuzatishda davom etinglar. Sizlar bilan har doimgidek Mahmud Sobirov bo'ldi. Keyin ko'rsatuvlarimizda ko'rishguncha xayr. Sorry. Чуть-чуть вот так. И опа. Это надо было снять, брат.